vatandaşlar, qarindoshlar, hammalarga salom olsun. Bugün so'zlashmoqchi bo'lgan tema Muhammad Emin Bug'roning Sharq Turkistondagi oxirgi 5 yili. Muhammad Emin Bug'roning 65 yillik hayotida Sharq Turkistonda o'tkazgan oxirgi 5 yili intayin qisqa 5 yil. Ammo bu 5 yil ichida Muhammad Emin Bug'roning siyosat sahnasida diplomatik usul bilan Sharq Turkistonning markaziy Urumchida elib borgan mujodilasi, kurashlari uning butkul hayotidagi intayin muhim bir sahifani tashkil qilgan. Shunga bugungi bu temada asoslari mushu 5 yil jarayonidagi muhim faoliyatlarni qisqacha tanishtirib o'tmoqchi. Ko'rayotganlaridek asosli temalar Muhammad Emin Bug'roning 1945 yili 10-oyda 10 necha yil davomlashgan birinchi surgun yoki birinchi hijrat hayotini oxirlashtirib Urumchiga qaytib kelgandan keyingi ahvollar. Undan keyin Muhammad Emin Bug'ro qatorliq uch apandilarning Urumchiga kelishini Muhammad Emin Bug'ro o'zining siyosiy hayotim degan asarda bizni ili inqilobi portlab, ilida Sharqi Turkiston Cumhuriyeti qurilgandan keyin Go'mindang hukumati ili taraf bilan bo'lgan suhbatda bir tanqonliq unsuri qilish uchun Urumchiga elib keldi deydi sababini. Halbuki Muhammad Emin Bug'ro qatorliq bu apandilar Urumchi kelgandan keyin millatchi Xitoy yoki Go'mindangning nazarida zoda tanqonliq unsuri bo'ldimi? Bu nuqtani qisqacha demoqchi. Undan keyin Muhammad Emin Bug'ro Urumchi kelgandan keyin ili taraf bilan bo'lgan suhbatning natijasida o'lkulik birlashma hukumat qurilib 25 kishilik hukumat tayinlab saylandi. Bu yangi hukumatda Muhammad Emin Bug'ro ta'minot noziri degan vazifani oladi. Halbuki o'lkulik birlashma hukumat e'lon qilgan vaqtdan ilgari ili tarafning, yana ili inqilobchilarining Muhammad Emin Bug'roning Sharqi Turkiston xalqining qalbidagi obrazi 1930-yillardagi Xotan inqilobi jarayonida qo'shgan to'palarini ko'z tutib, mushu o'lkulik birlashma hukumatning muavin raisligiga ko'rsatganligi haqida bir qism nimalar arxiv materiallar chiqyotdi, yana Tayvandagi Go'mindang arxivlarida. Chunki uning oldida izchil holda Muhammad Emin Bug'ro ta'minot nazorati bo'lgan Buran Shaydanning ismi yo'qdi. Halbuki Muhammad Emin Bug'ro, ya'ni o'lkulik hukumatning muavin raisi ko'rsatilgan Muhammad Emin Bug'ro o'lkulik hukumat qurilgan vaqtda tuyuqsiz ismi o'zgarib, ta'minot nazoratining noziri bo'ldi. Buran Shaydi o'lkulik birlashma hukumatning muavin raisi sifatida e'lon qilindi. Lekin hozir chiqayotgan ba'zi arxivlar buning keyinda bir muncha ishlarning borligini bizga uqtamoqda. Bu bir nuqta. Undan keyin Muhammad Emin Bug'ro qatorliq apandilarning Urumchi kelgandan keyingi qurgan Altay nashriyoti, Altay nashriyatining tarkibidagi Arik kesida elib borgan kurashlari, undan keyin Darnash degan ilmiy akademik bir munbarni hozirlab, buningda elib borgan ilmiy emgaklari ve başka faaliyetlere sözlündü. Türklük ve Türkistan için elip bağlan küreşleri, milli tarihçilik kuruluşunu berpa qilish yolu ko'rsatgan tirishchanliklari, milli ma'rif sepiga uzangan qo'li Muhammad Emin Bug'roning. Shundaqla Burhan Shaydi boshchiligidagi Xitoy markaziy tarix ta'limotini yoki safsattasini o'tirib qo'ygan bir qism kishilar bilan elib borgan kurashlari, Sharqiy Turkistonda bo'libmi Uyg'ur tilining mushu til imlo masalasi bo'yicha elib borgan kurashlari, buning qarta ham ili taraf bilan ham Sovet ittifoqining tashviqot mashinalari bilan elib borgan kurashlar haqida qisqacha uchurlarni berib o'tmoqchi. Buni ko'rayotganlaridek 45-yil 10-oyda ilidagi Sharqi Turkiston Cumhuriyetining vakillari bilan Go'mindang markaziy hukumatining vakillari Urumchida suhbatga o'tirdi. Bu suhbat asnosida Muhammad Emin Bug'ro qatorliq apandilar Urumchiga keldi. Endi bular Urumchi kelgan vaqtda hammalarga ayon bo'lgandek milliy armiya allaqachon Manas daryosi bo'yiga kelib bo'lgan, Urumchidagi Xitoy aholilari mol mulkini bo'lishiga setib ishga ketishning hozirdan qilayotgan. Hatto o'lka markazini agar milliy armiya hujumga o'tib qolsa, o'lka markazini Urumchidan Qumuldan Gansu o'lkasiga yo'tkash to'g'riliq Go'mindang hukumati hozirlayotgan bir davrda Muhammad Emin Bug'ro qatorliq 3 apandi Urumchiga keldi.
Muhammed Emin Buğra Ürümçi kelgan kunlarida yozgan she'rida bayımı o'qib o'tdik. Ya'ni Buğrani ishigida turg'izib xizmatinga sol Buğrani deb o'zining xalqiga murojaat qiladi. Demak, bu qatim kelishi vatanning ishigida turib, vatan uchun xizmat qilishni ko'ngliga pukkan bir maqsad bor Buğrada. Endi undan keyin bularning Ürümçi kelishida boya deb o'tganimizda Gomindang taraf bularni ili taraf bilan bo'lgan suhbatda tangpungliq unsuri. Ya'ni deganimiz ilidan kelgan suhbat vakillarining ichida Rahimjon Sabirajev, Xitoy poytaxtidan Ürümçi kelgan apandilar ichidagi Mas'ud Sabiriyning jiyani, ya'ni kuyovi. Unda boshqa bir tuqqandarchilik munosabati bor. İkincisi, üç efendilerinin uzunun buyan komünizmga Sovet ittifoqi bo'lgan maydondan foydalanib, Gomindang hukumati Ürümchida bo'layotgan suhbatda bularni tangpungliq unsuri qilishni o'ylagan. Halbuki Buğra o'zining xotirasida aniq yozgandek, Gomindang taraf ko'nglida boshqa chot bo'lsa-mu, bundan foydalanib Buğra vakilligidagi efendilerning Ürümchida ko'rsatgan xizmati ularning hargizmi tangpungliq unsuri emas, balki o'z oldiga o'zi ko'zlagan yo'l bo'yicha kelgusidagi Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun vaqtliq Xitoy bilan kelishish, oliy yoki yuksak avtonomiyani qo'lga keltirish, eng oxirida sharoit pishib yetilganda Sharqiy Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirishdan iborat bu yo'lga kirganligi haqida qo'limizdagi nurg'un tarixiy hujjat, arxivlar bularni ko'rsatmoqda. Undan keyin Muhammed Emin Buğra'nın şu ili taraf bilan bo'lgan suhbatdan keyin Ürümchida qurilgan birlashma hukumatda ta'minot noziri bo'libla o'tirg'i ko'rindi. Ammo bu jarayon intayin talash tortishdagi bir jarayon. Bu jarayonda ham ilidagi inqilobchilar bilan Gomindang hukumati o'tirsida, taraflar o'tirsida jiddiy tortishlar bo'lgan. Yana birlashma hukumatga kirgan 25 kishining 25 nomzodning talanish masalasida ig'ir talash tortishlar bo'lgan. Buningda ili tarafning, ya'ni ili inqilobini qo'zg'agan tarafning Muhammed Emin Buğra'ni aslida o'lkilik birlashma hukumatning muavin raisligiga, ya'ni Ahmadjon Qosim bilan billa ikki muavin raisning biri bo'lishda ko'rsatganligi haqida bu Tayvandagi Gomindang arxividan chiqqan material. Chunki uning oldida izchilolda bu narsa yo'q. Yana Burhan Shaydini o'lkilik hukumatning muavin raisi qilib ko'rsatildi deb bunday yozib kelgan. Halbuki bu yangi chiqayotgan arxivlar aslida Muhammed Emin Buğra'ning ko'rsatilganligini, afsuski Sovet ittifoqining Muhammed Emin Buğra'ning Sovet ittifoqiga kommunizmga qarshi mafkurasi sababli Muhammed Emin Buğra'ning o'rniga Burhan Shaydini muavin raisga qo'yish to'g'riliq ta'limot bergandan keyin bu o'rinning almashganligi aniq bo'lyotdi. Şunun bilan Muhammed Emin Buğra 45dan toki 49ga qadar o'lkilik birlashma hukumatining ta'minot noziri, ya'ni Buğra'ning o'zining hayotda qiziqishi yoki faoliyatlari bilan ancha munosabatli bo'lmagan bir sohaga Buğra'ni ta'minot noziri qilib qo'ygan. Mayaqdagi rasm yana 46-yili o'lkilik birlashma hukumat qurilgan kuni Ürümchidagi murosim Mayaqdagi Muhammed Emin Buğra'ning imzosi, ta'minot noziri bo'lgan vaqtda qo'yilgan imzo. Bundan keyingi mavzu Muhammed Emin Buğra'ning Ürümchidagi qisqagina 5 yillik hayotida bizga qoldirgan eng muhim bir narsa Ürümchida yoki Sharqiy Turkistonning har joylarida yetilayotgan yosh bir turkum millatchi yoshlarni qanday qilib bu da'vo sepiga olib kirish, Sharqiy Turkistonning kurash sepiga olib kirishdan iborat bu mushkul vazifani o'zining bir muhim vazifa sifatida qaragan. Bilganimizdek Muhammed Emin Buğra'ning 1937-yili Kabulda chiqargan vatan sirdagi Sharqiy Turkistonlarga chiqargan bir murojaatnomasi bor. Murojaatnomada agarda bugun Sharqiy Turkistonda vatanni so'ygan, dunyoning siyosiy vaziyatini yaxshi tushungan, vatani uchun jonini fido qila oladigan bilimlik sarxillardan 40-50 bo'lgan bo'lsa, bugun Sharqiy Turkiston dunyoning bir mustaqil davlatiga aylangan bo'ladi degan bir gapni qiladi. Buningdan Buğra'ning mushu millat ichidagi sarxillarning, ziyolilar qo'shonining, undan Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun jon beradigan yosh bir avlodning yetishib chiqishining qanchalik muhimligini mushu murojaatnomada ko'rsatgan. Deganda keyingi mezgillarda bu rasmda ko'rayotgan Hoji Yaqub Anat, Chingizxon Domullam,
Abdurrahim Ötkör, İbrahim Muti, qatarlıq bir türküm yaş muşu tarixçilar, şairlar, yazarlar bularning yetishida o'zlarida Muhammed Emin Bo'ronning ko'rsatgan roli, tarbiyasi intayin kuchlik. Masalan, misol uchun Abdurrahim Ötkörni aytsak, Abdurrahim Ötkörning 45-yili Atiyazlar Komindang turmusidan chiqib, Qumulga borgan vaqtda Muhammed Emin Bo'ronning Xotanga tuqqan yo'qlash uchun mangan Amina Bo'ro orqali Ötkör efendimiz yozgan bir parcha maktubi bor. Bu maktubda Ötkör efendining tezdan Lanjoga kelishini, Lanjoga kelib, mushari chiqayotgan Altay jurnalini chiqarish, Lanjodagi ishlarga yordamlashishga chaqirganligi to'g'riliq maktub, ya'ni Ötkör efendining hayotining oxirgi mezgillarida yozgan aslimisida bu ahvollar bor. Bu rasm bu bet shu ahvollarni ko'rsatib berdi. Ondan keyin 40-yillarning 2-yarmida Urumchining mushu ilmiy munbirda yosh tarixchilardan birisi Qurbon Qoday, yana birisi Po'lat Qodiri qatorliq yoshlar yetishib chiqib, masalan, o'lka tarixi, Sharqi Turkistonning yoki ulusal tariximizning ana xatlari qatorliq tarix kitoblari shu vaqtda Urumchida nashr qilingan, bir qismlari hatto maktabdan darsliklarda ishlatilgan. Demek bu tarihi eserlerin kelib chiqishimi bu yoshlarning o'zlarida Muhammed Emin Bo'ronning Sharqiy Turkiston tarixidan iborat bu buyuk eserdan ilhom olib, keyingi mezgillarda milliy tarixchilik qurilishida bu yoshlarni nihoyat muhim rol o'ynagan. Endi undan keyin Muhammed Emin Bo'ronning ta'sir ko'rsatgan yoshlarning ichida birisi mushu İbrahim Muti. Yani İbrahim Muti 1940-yillarning 2-yarmida Türk Uyg'urlar uchun maxsus elifba deb bu yozilgan elifba asosan o'z vaqtidagi Sovet ittifoq tashabbus qilayotgan Uyg'ur tilining imlo qoidasi emas buning ichida. Ya'ni jadidchilikdan keyingi butkul Türk dunyosiga o'rtaq bo'lgan Türk adabiyatining imlosini yaratishdan iborat bir harakat shu mezgilda qo'zg'algan. Bu harakatning beshida Muhammed Emin Bo'ron va boshqa sarxillarning yetakchiligida İbrahim Muti qatorliq bir qism tilchilar yetishib chiqib, bu asarlarni nashr qilib, shu vaqtdagi til imlo masalalarida muhim rol o'ynagan. Undan keyin Chingizxon Damollam. Chingizxon Damollamning shu vaqtda Arab gazetida e'lon qilgan asarlari bor. Undan keyin Uyg'ur tilining grammatikasi, boshqa sohalarda yozgan asarlari bor. Bularni shu davrda o'zining kuchini ko'rsatgan. Undan keyin shu vaqtdagi yosh yozarlar, matbuotchilar, tashkilotchilar o'ttirib chiqqan. Masalan, bulardan Hoji Yaqub Anat, Abdulla Noman, Xebir Tömür, Abdulla Timan qatorliq bir qism shoir yozuvchilarni ko'rsatib o'tishga bo'ldi. Bularning hammasi shu vaqtda shu Muhammed Emin Bo'ron boshchiligidagi uch afandilarning nihoyat cho'nqur ta'siriga uchragan millatchi yoshlar deyishga bo'ldi. Oxirida endi bu Muhammed Emin Bo'ronning Urumchidagi muhim faaliyatlarining birisi shu Altay nashriyatini qurgan. Endi Altay nashriyati bir nashriyatlar emas, bu o'z tarkibida birisi Altay jurnali bilan Arab gazetini nashr qilgan. Ikkinchisi Altay nashriyatining ichida Darnak deydigan bir ilmiy tashkilot qurilib, har oyda 2 qatim Urumchidagi butkul bilim odamlari yig'ilib, maxsus temalar bo'yicha leksiya beradigan bir so'rin hozirlangan. Mundaqcha aytganda, Sharqiy Turkistondagi ilmiy atmosfera 1940-yillarda Urumchida maydon kelgan. Undan keyin Muhammed Emin Bo'ron Altay nashriyatini yolg'iz nashriyat emas, Turkiston Millatchi partiyasining yarasida tashkiloti deb qaraydi bu nashriyatni. Chunki bundaq bir partiya qurish imkoniyati bo'lmaganligi uchun Altay nashriyati nomida sirtda ochiq ko'rinish partiyaning butkul ishlarini yarasida olib berishdan iborat bundaq bir vazifasining borlig'ini ta'kidlab o'tgan. Vaqtim bormi? Unda bo'lsa vaqtni qamabda qolganini ko'rsatib o'tib ketaman. Keyingi mazmunlarda Muhammed Emin Bo'ronning birisi turklik kimligi, ya'ni Sharqiy Turkiston xalqining, Sharqiy Turkiston millatidan iborat bir ulusal kimlik. Undan keyin Sharqiy Turkiston uchun Turkiston yoki Sharqiy Turkiston degan bu nomni rasmiy hukumatning nashr buyumlarida rasmiy shaklda o'tirib qo'yishdan iborat bundaq bir huquqni qo'lga keltirish uchun elib borgan kurashlari bayon qilingan. Bunun ham tarixini surishtirsak, 30-yillardagi bu uch afandilarning, bu Eysa Apandi va boshqalarning Xitoy markazida chiqargan bir qism gazet jurnallarida Xitoychilar, balki Xinjiang obada olgan bo'lsa-mu, Uyg'ur turkislar butunlay Sharqiy Turkiston, Chini Turkiston yoki Turkiston atalmalaridan o'ttirib chiqqan.
Uningdan 40-yillarda Muhammad Emin Bug'roning hammamiz bilamiz Xitoy tarixchisi Li Dongfang bilan Xitoy markazi elib borgan qalam mujodilasi. Bu mujodilaning asos mazmuni birisi Sharqiy Turkiston xalqiga yana turk ekanligi, bu zaminning Xinjiang emas, Sharqiy Turkiston ekanligi haqidagi bu qalam mujodilasi Xitoydagi eng chong gazet bo'lgan shu markaz gazetida oylarcha tortishilgan. Undan keyin 45-yilda Gomindangning markazi yana urush vaqtidagi poytaxti Chongqingda shu vaqtdagi o'lka uchun maxsus pul chiqargan. Bu pulniki Xitoychida garchi Xinjiang deb yoziq bo'lsa-mu, lekin Uyg'urcha betida Çin Türkistan'da ötədir degan xat yozilgan. Bu pul Chongqingda besilib, naydi ko'p pul Urumchiga kelib, taqtilib 4 soat bo'lganda Gomindanning istixboroti bundan xabar tepib, demak ayada Çin Turkiston degan atalg'i ishlatilibdi deb bu pulni yig'ib olgan. Bumi bularning shu vaqt ko'rsatgan tirishchiligining bir qismi. Mayaqdagi ikki rasm shu vaqtdagi hamma millatning uyushmalari bo'lgan, uyushmalar Uyg'ur uyushmasi, Qozoq uyushmasi degandek. Ama şu vaqtda bu üç efendinin tirişçiliği bilen uyuşmanın namı Çin Türkistan Türk Uygur Medeniyet Aqartish uyushmasi deb o'zgartirilib, hatto buning tamg'asidagi Xinjiang chiqarilib, Çin Türkistan degan so'z tamg'aga kirgizilgan. Bular rasmiy yo'l qo'yilib, xil bir mezgilda ekan, undan keyin Gomindangning istixboroti xabar tepib, Mayaqdagi Xitoychida Wang Zhongshanning kundalik xotirasi chiqdi. Bular uyushmaning nomini o'zgartirib qo'yibdi deb. Onun keyindeki atalgılar hammasi şu vaqtdagi gazetlerde resmi Çin Türkistan yoki Türkistan şekilde gazet jurnallarda o'ttirib qo'yilgan mazmunlar, yana bu hukumat shaklidagi hukumat matbuotlari chiqayotgan ahvol. Onun keyindan 48-yildagi Nanjangda ochilgan Gomindaxu, ya'ni Gomindangning mamlakatlik xalq qurultayida şu vaqtdagi Sharqiy Turkistonga tamsilchilik qilgan yig'in qatnashchilaridan İbrahim Muti bilan Abdurrahim Ötker ikkisi rasmiy bu qurultayda Xinjiang degan nomning o'rniga Turkiston degan nomni qo'llanish to'g'riliq mushu qurultayda rasmiy bular taklif loyihasi sungan. Bu taklif qurultayda muzokara qilinib, qurultaydan o'tgan bo'lsa-mu, ammo hukumat nimasidan ijroga kelgan vaqtda Gomindang hokimiyatining ojizlashishi, kommunist Xitoyning kuchayishi bilan siyosiy vaziyatda o'zgarish bo'ldi. Bu ish oshmagan. Halbuki bu rasmiy Gomindangning shu qurultaygacha borgan, qaytib kelgandan keyin gazetlarda amaliylasgan buning nimasi. Bunun keyingi mazmunlarda yana bular Çin Türkistan degan bu atalg'ini Xitoy hozircha Turkistonga yo'l qo'ymaganligi uchun oldiga Çinni qo'shib bir mazgil ishlatib turib, keyindan Çinni tashlaymiz, uni degan Turkiston shaklida umumlashtiramiz deb bu shaklda mangan. Ammo buning qarta ilida, ya'ni ili inqilobchilar buningga qarshi Çin Turkiston deyish yana Xitoyga tava bo'lganlikning bir belgisi deb bir mazgil siyosiy tortishmalar bo'lgan. Ilidagi gazetlar bilan Urumchidagi gazetlar o'rtasida nihoyat keskin bas munozaralar bo'lgan. Undan keyin ta'kidlab o'tilgan oxirgi bir mazmun 47-yili Muhammad Emin Bug'roning Xinjiang Wenhua, ya'ni Xitoychisi, Uyg'urchasida Turkiston madaniyati deb e'lonlangan mushu jurnalda e'lon qilgan bir parcha Xitoycha maqolasi intayin muhim ahamiyatga ega. Ya'ni o'tmishdagi va bugungi Turkiston. Bu maqolani o'qisanglar buning ichida faqat 5 muhim mazmun bor. Birisi Turkistonning eng qadimgi aholisi, ya'ni turkdir. Bu narsa muhimlashgan. Ikkinchisi Türkistan'ın qadimki İslam'dan burunqi davrlarda Turkistonda yashagan bir qism yerlik xalqlarni Yevropalik tarixchilar Aryanlar degan. Halbuki bu Aryan deganlar amaliyotda turklarning bir turklar bilan qon qarindosh bo'lgan xalqlar nomida atalsin bo'ladi. Üçüncüsü Xitoy mayli Gomindang bo'lsin yoki kommunist Xitoy bo'lsin 840-yili Urxun vodiysidan ko'chib kelib, uningdan Uyg'urlar paydo bo'lgan degan nazariyani atadi. Ammo Muhammad Emin Bug'ro bu maqolasida 840 ko'chib keldi degan narsa butunlay tarixiy amaliyotga uyg'un emas. Urxun xalqi davrida Sharqiy Turkiston Urxun va Turk xalqlarining territoriyasida edi. Shunga ko'chib kelishdan ilgari Sharqiy Turkistonda Uyg'ur yo'qdi degan bu so'z putirib tura olmaydi degan narsani mushuningda o'tirib qo'ygan. Undan keyin to'rtinchisi Turkiston Sharqiy Turkiston nopusini shu vaqtda Xitoylarning kam aytadiganligi.
Yani 47 yılı 4-5 milyon degan bo'lsa, amaliyotda bu sonning butunlay sirtqi qarta faqat saqchi o'rinlarining to'liqsiz ma'lumotlar asosida o'tirib chiqqan son ekanligi, buningdan ko'p ekanligini Muhammad Emin Bug'ra shu vaqtda o'tirib qo'ygan. Oxirgi bir nuqta 200 yildan buyon, ya'ni Manju Xitoy Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilgandan buyon Xitoylar bilan Sharqiy Turkistondagi turk xalqlarining munosabati qandoqdir ittifoqlab birlik kelish munosabati emas, balki qon to'kish munosabati degan. Chunki agarda bu mustamlika oxirlashmaydi ekan, Sharqiy Turkistondagi turk xalqlari bilan Xitoy o'rtasidagi bu munosabat mangu musbat davomlashadi degan bu 5 narsani Xitoyda chiqadigan Xitoy jurnalida Xitoy tilida e'lon qilgan bu maqolani. Keyingi mazmunlar batdi, ammo vaqt munosabati bilan men bir quruq serib ko'z o'tiblar tugtay gapimni. Oxirida masalan Buran Shaydi qatorliq Xitoy markazlik tarix safsati sotilgan bir qism kishilar bilan bo'lgan mujodillar so'zlandi. Yana bir nuqta, yani Muhammad Emin Bug'ra gerçi ta'minot noziri bo'lsa-mu, ammo shu mezgillarda Sharqiy Turkistonning oliy ma'rif sohasiga aralashib, masalan shu vaqtdagi Xinjiang Shoyan, ya'ni Sharqiy Turkistondagi eng oliy bilim markazi bo'lgan Xinjiang institutida tarix dars so'zlab, Buran Shaydining Xitoy markazidagi tarix safsatisiga qarshi raddiyalar bergan. Uning keyindagi til imlo masalalari bor. Til imlo masalasida ta'kidlaydigan bir nuqta, Sovet ittifoqidagi shu vaqtdagi darajadan tashqari bir kuch Toshkentda Sharq haqiqati degan bir nashriyatni qurgan, Olmaotada Qozoq eli degan ikki nashriyat qurib, bu ikki nashriyatda Uyg'urcha kitob nashr qilib, Sharqiy Turkistonni kirgizgan. Shundaqla bu ikki nashriyatda Muhammad Emin Bug'ra boshchiligidagi Urumchidagi millatchilarga qarshi bir tashviqot jangi olib borgan. Demek, Ürümçi'de Muhammad Emin Bug'ra qatorliq bir turkum kishilarning mush Turkiston uchun elib borgan bu kurashları yolg'iz Sovet ittifoqidagi darajadan tashqari bir davlatni beyaron qilgan, hatto bular ikki nashriyat qurib, Ürümçidagi mush millatchi sarxillar bilan tashviqot urushi olib borgan. Buning nurg'un tafsilotlari bordi, vaqt munosabati bilan bu yerda deb o'tamay. Oxirida hammalarga rahmat.